Kutganmidingiz? Biz sizlarga original motobloklarni va yana eng arzonchi motobloklarni farqlarini tushuntirib o'tamiz xalqim. Bu motobloklarning hammasi ko'rib turgan motobloklaringiz hammasi o'zimizdan, hammasi o'zimizniki hisoblanadi xalqim. Bexijolat like, podpiskalarni bosib kelaverasizlar. Bizlarda blogger, chaqirish unaqa narsa yo'q. O'zimiz mutaxassismiz. O'zimiz sizlarga bemalol konsultatsiyalarni bera olamiz. Like, podpiskalarni bosib qo'yishni yana bir marta aytaman, unutmang xalqim. Bo'lmasa biz boshladik. Xalqim, eng arzonidan boshlaymiz. Eng arzon motobloklarimizning farqlarini va yana to'xtatib ko'ringizlar. Arzon motoblokni blok qismlari qanday bo'ladi? Qimmat motoblokni blok qismlari qanday bo'ladi? Nima uchun bu narsani siz qayta men tushuntiryapman. Xalqim, motoblokning blok qismlari ko'plar mana bu yerda o'zida o'q kelgan bo'ladi. O'q. Ana shu o'qlari shu strasi yedirilib ketadi mana shu yerdan. Hozir men sizlarga shu o'qini batafsil ko'rsatib o'taman. Mana shu xalqim, mana shu motoblokning o'qi hisoblanadi. Mana shu pastda qo'yiladigan, xuddi mana shu yerdan qo'yiladigan ana shu o'qi hisoblanadi xalqim. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Mana bu o'q. Mana shu narsa silabi bo'lsa, mana shu narsa qo'yilgan silabi bo'lsa, mana shu yedirilib ketaveradi. Shuning uchun mana o'rtasi, shuning uchun baquvvatidan qo'ysangiz, ichidagi frezer ham mana o'slar ancha baquvvat bo'ladi. Shunisiga e'tibor beraverasizlar. Men nima uchun sizlarga buni hammasini tushuntirib o'tayapman? Xalqim, hammasi bir xil bo'lmaydi. Hamma joy bir xil bo'lmaydi. Shu narsaga e'tibor beraverasizlar. To'g'ri, kimdirlar motobloklarni bir xil bo'ladi deyishi mumkin. Kimdirlar hammasi bir xil bo'ladi deyishi mumkin. Bu narsa sotish uchun u savdogarlarning o'zini o'ylab topilgan narsalari. Xalqim, mana shu o'qlarimizni. Vema motoblogini o'qi bo'lsa, mana shu o'q $50 chiqadi. Oddiy motoblokni o'qi bo'lsa 100 ming so'm bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana shunday farq bo'ladi. Shuning uchun xalqim, sizlarga tushuntirishga qaror qildik bugun. Bu sirni ochish deydi. Bundan bizga muammo yo'q. Chunki biz o'zimiz xohlasa arzonchisini olsin, xohlasa qimmatini olsin. Bizga hamma turidan mavjud. Cho'ntagiga qarab olaversin xalqim. Bu motoblogimiz ko'rib turganlaringizdek 7 o'tkichilik 4 ga 8 ballon bilan jihozlangan. Hamma bilgan, hamma izlagan, shu siz izlagan Buzo motoblogi bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Shu germanskiy deydimi, yaponskiy deydimi? Endi bu narsa qurib bayroqni qo'yib qo'ygan bilan germanskiy bo'lib qolmaydi. Bu narsani ko'raverasiz. Germaniya qo'y deb qo'yibdi. Shunisiga e'tibor beraverasiz. Bu germanskiy bo'lmaydi. Germanskiy standart ishlaydigan motoblok, germanskiy standart, Germaniya texnologiya motoblok hisoblanadi. Tushundinglarmi? Shuning uchun germanskiy motoblok deydi bu narsani. Bu germanskiy motoblok hisoblanmaydi. Sizga 3.200 ming so'm sotayotgan motoblogim germanskiy deb sota olmayman buni. Bu narsani e'tibor beradigan joylaringiz xalqim. Chunki motoblok 3.200 ming so'mdan tarqatilyapti. 4 qatordan 8 qator frezer 3.200 ming so'mdan. Hattoki meni o'zimizda aren fermamizda motoblogga bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu ham original motoblok hisoblanadi. Frezerlari 3 qatordan 6 qatorli. Ichida kelganini beramiz. Chunki frezer asli frezer bo'lsa, 4 qatorli bo'lsa, bittasi bo'linib, bitta 3tasi bo'linmay qolishi kerak. Bu 4 qatorli bo'ladi. Bu bo'linmagan holda keladi. Shunisiga e'tibor beraverasizlar. Ekoni ham xohlasangiz 3.200 ming so'mdan buni oling. Xohlasangiz 3.200 ming so'mdan mana buni oling. Hamma xilidan mavjud. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Pastlarini e'tibor beraverasiz. Bloklari oddiy bloklar qo'yilgan bo'ladi. 3.200 minglik motobloklarning bloklari oddiy. Hattoki meni 3.200 minglik yangi urib kelgan motoblogimizda bloklar ancha aqli ham baquvvat ishlangan. Bu olsa mana kelib, xohlasa takki motoblogini, xohlasa katta motobloglarni olish mumkin. Aren motoblogini ham o'tib bemalol ko'rsating. Aren motobloglardan blok qismlari ancha baquvvat ishlangan. Mana bemalol ko'rishing. Mana bu blok boshqacha, bu qimmat blok hisoblanadi. Bozorda ham, narsada ham bloklarni bemalol tomosha qilsangiz ancha qimmat.
O'zi motoblokni o'zi ham qimmat motoblok hisoblanadi. Bu Germaniya standarti ishlagan Aren motobloki bo'ladi. Bu motoblokni motorini o'zi 1.800.000 so'm turadi. Motorini o'zi oddiy motobloklarning motorini o'zi 950.000 so'mlik motorim bor. Hamma motordan mavjud. Xohlaganlarga Vema motoblogi, mana Vema motoblogi bilan bir xil ishlangan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Vema motobloglari. Sifat jihatdan ancha aqlli ishlanadi, Vema motobloglari, Aren motobloglari bozorda ishlangan motobloklarning nomer 1 hisoblanadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Germaniya standarti ishlangan motoblok mana bunday holda keladi. Germanskiy bayroq standart Germaniyada ishlamaydi bu motoblok. Motoblok Germaniyadan kelmaydi. Shuni e'tibor beradigan joylari Germaniyada motoblok kelmaydi. Germaniyada motoblok kelsa har bir donasi bu tillaga teng bo'ladi. Shuning uchun bu Germaniya standarti degan narsa Germanskiy texnolog bo'ladi. Tekshiruvchi bo'ladi. Ishchi ham bo'lmaydi, texnolog, ishchi bo'ladi. Prosta bu tekshirib har bittasini o'tkazib keyin sizlarga o'tkazib jo'natadi, eksportga chiqaradi bu narsani. Shuning uchun Germaniya standarti asosida ishlangan motoblok hisoblanadi. Kim aytadi Germaniyadan motoblok keladi deb xalqim. Shuning uchun 3 yildan 5 yilgacha zavod tomonidan chiqqan har qanday defektga garantiya beriladi. Chunki motoblokda faqat moyi bilan benzinni qarab tursa bo'ldi, muammosiz ish beradi bu motobloklar. Immun Eco ham ancha sifatli motoblok hisoblanadi. Like, podpiskalarni bosib kelaverasizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.